har bir banda Allohning o'zidagi haqqini ado etishning asosi bo'lmish iymon darajasiga erishish kerak. Allohning zotiga, Allohning sifatiga, Allohning amallariga iymon keltirish kerak. Undan keyin Alloh subhanahu va taoloning o'zi amr qilgan farishtalarga, ilohiy kitoblarga, nabiylarga, oxirat kuniga, yaxshi va yomon qadar Allohdan ekaniga iymon keltirish kabi vahiy orqali kelgan aqida masalalariga iymon keltirish Allohning bandalaridagi buyuk haq, ibodat haqlaridandir. Allohdan boshqa zotga ibodat qilmaslik, Allohdan boshqa zotga tavakkul qilmaslik, Allohdan boshqa zotga duo qilmaslik, faqat Allohning o'zinigina ibodatga sazovor zot sifatida ulug'lamoqlik. Alloh subhanahu va taoloning nabiysi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga to'laligicha, borligicha ergashish, iqtido qilish ham Allohning bandalaridagi ibodat haqqini ajralmas bir qismi hisoblanadi. Shuningdek, Alloh subhanahu va taolo o'zi shariatida joriy qilib qo'ygan namoz, ro'za, zakot, haj, zikr, qiroati Qur'on kabi ibodat deb nomlangan ibodatlarni hammasini to'la to'kis ixlos bilan ado etib borish ham insonni ibodat burchlaridan, Allohning oldidagi ibodat mas'uliyatlaridan hisoblanadi.